Aylaringni halol olsang desang qani xo'p xo'p dilim to'ladir azorlaring yolg'onlaring ko'p nega meni aldashni yaxshi ko'rasan san yuragimga azoblaringni berasan dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim Dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim Fazliddin gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Qanaysiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Mana sahnaga kirishi bilan bu ukamiz kayfiyat berdi, kayfiyat bag'ishladi. Xush kelibsizlar va bugungi dasturimizda mana shu kayfiyatda davom ettiramiz. Kelinglar, savollarni bugun sal kamaytiramizda, hozir qiziqarli shartlarimizga o'tsak. Shaxsan bu shartimizni men juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu barabarni aylantiramiz. Ya'ni birinchi shartimiz jonli ijroga qurilgan 4 ta yo'nalish bor. 4 ta yo'nalishdan birini tanlab, yutqizgan ishtirokchi rock yo'nalishida, maqom yo'nalishida, estrada va pop yo'nalishida qo'shiq ijro qilib berish kerak bo'ladi. İlk şartimizni boshlaymiz. Strelka bor.